Assalomu alaykum, Visa Support kanalimiz a'zolari. Bugun yana quvonchli xabar. Stora opamizni 12456 keyslari. Stora opam boshida yutganlaridan bizga olib kelganlar ishni noldan o'zimiz olib chiqqanmiz. Keyslari baland bo'lganda shu boshidan aytdik, o'zi transfer qilishimiz kerak, chetga ko'chishimiz kerak dedim. Ishon qaramadilar. Menimcha o'xshamasa kerak, meni ishim deb o'ylavdilar. Qalay bo'ldi Stora opa? Vizalarni olib xursand bo'lib o'tiribsizmi? Rahmat. Haqiqatda shu 24-yilda green karta yutildi. Keys juda yuqori edi. Keyin mana shu Nuriddin ukamiz keysingizni ko'chiraylik, boshqa mamlakatga bir ikkita variantlar berdilar. Endi bo'lmas ekanda deb o'ylab, lekin baribir Nuriddinni gaplariga quloq solib, men bu o'zimni o'g'illarim qo'yishmadi, Qozog'istonga ko'chirildi. U yoqqa ham borib, o'sha har xil o'sha med komissiyasi bormi, ish qilib har xil yo'l yo'rovlaridan o'tib, keyin intervyuga kirib, administrativniy proverkaga tushib qoldim. Endi точно bo'lmas ekan, o'zi boshida aytuvdim, o'xshamaydi deb shu bilan keyin yana Toshkentga qaytib keldik. Keyin shu agar adashmasam bir 10 kunmi shu elektronniy pochtaga xabar keldiki, pasportingizni olib keling deb. Endi mana vizani qo'yib berishdi. Aytmoqchi bo'lganim, rostdan ishonmagan edim. Lekin mana Nuriddin ukamlarga kattakon rahmat. Oxirigacha birga turib berdilar. Demak, har doim hamma narsaga ishonishimiz kerak ekan. Oxirigacha borish kerak. Oxirigacha rostdan ham borish kerak ekan. Lekin rostdan qaytib ketmoqchi edim yarim yo'ldan. Shuning uchun rahmat sizga kattakon. Sizni ham tabriklaymiz yana bir bor. Bu ham sizni, ham o'g'illaringizni yutug'i. Chunki men ko'p intervyularda aytyapman, odamlar bor, boyaga aytganingizdek, yarmini o'zida yon atrofdagi odamlar ham sababchi bo'ladi. Aytadiki, aldab ketadi, boshqa qiladi, qo'y, bo'ldi, seni ishing tugadi deydi-da, bormaydi. Lekin sizga o'xshab yana boshqa riskovat qilgan oilalar bor. Ko'rdingiz, bola chaqasi bilan bordi, qancha rasxod qilishdi. Ko'rdim. U sharoiti bor odam bor, sharoiti yo'q odam bor. Lekin sharoiti yo'q bo'lsa ham shu oxirigacha borib, mana niyatiga yetib ketdi. O'zingiz bilan parallelniy olib chiqishganlarni ko'rdingiz. Ko'rdim. Lekin o'sha administrativniy proverkaga tushdik 12 avgustda Olmaotada. O'sha yerda keyin gruppamiz bor edi-ku, Telegram kanalda. O'sha kanalda ko'pchilik norozi bo'layotganlarni ham ko'rdim. Keyin sizni o'tda qanaqadir hammaga to'g'ri javob berayotganingizni, qanaqa yana endi sizni ham o'sha qo'ldan kelguncha harakat qildingiz. Undan u yog'i o'sha sizni qo'lingizda emas edi. O'yladim, shu ukamga hozir rosa qiyin bo'layotgandir. O'sha paytlar rostdan qiyin bo'ldi. Rosa o'yladim, o'g'illarimga ham aytdim, o'sha ikkala o'g'lim, men aytdim, Nuriddin, menimcha rosa qiynalyaptilar. Kimga nima gapirsam ekan hozir, chunki joyigacha olib bordingiz. Undan u yog'iga sizdan qo'lingizdan keladigan joyi yo'q edi. Lekin mana eshitib turibman, nechta odamlar o'zi 3-4 kun o'tib olib chiqishyapti vizani. Yana bir marta rahmat. Oxirigacha borish kerak ekan. Shunaqa. Ko'pchilik o'ylaydiki, mana shu firma viza beradi deb o'ylaydi. Hech qaysi firma bu vizani bosib bera olmaydi. Bunga vakolati yo'q. Firmani vazifasi ishni oxirigacha olib borib berish. Masalan, mana tomoshabinlarning orasida bor 11800, 12000 nechi ham bularning ishi yarimta qolib ketgan. DS to'ldirishdi, intervyuga chaqirmadi, med komissiyaga ham bormadi. Bu yerda ish yarim qolib ketdi. Ko'chirishga yoki o'sha tajribali odamga borsanglar, u nima qiladi? U ishni oxirigacha olib borib beradi, lekin viza olib berishni hech kim kafolatlamaydi. Mana siz tushundingiz o'sha paytda, yana 2-3 odamlar tushunishdi. Voy, bu viza qo'yadigan bola emas bu. Uni vazifasi intervyu qo'yib berish edi, intervyugacha olib borish edi. Intervyugacha olib keldi. Vizani konsul bermadi desak ham ba'zi bir odamlar tushundi, ba'zi biri tushunmadi. Hamma administrativ tekshiruvga tushaverdi. Kamiga sentyabrda hali kirmaganlar halitdan panika qilishdi-da. Bizning ishimiz nima bo'ladi deb. To'g'ri. 11300 da to'xtadi. Toshkentdagi konsulstvaning shunaqa nimasi borki, ruschalab aytganda непредсказуемый. Xohlagan payti xohlagan qarori chiqarib qo'yadi. Hech kim hech narsa deya olmaydi. Mana sentyabr oyiga intervyu qo'yib bermadi. Shunchaki. Mana hamma davlatlarda qo'yilyapti, lekin Toshkent qo'ymadi. Bo'ldi, o'sha 11300 dan tepasi hamma qolib ketdi. 11500 da ham hisob kitobga ko'ra kirish kerak edi Toshkentga, lekin kirmadi. Nasib emas ekan. Lekin sizga nasib qildi. Tabriklaymiz Stora opa. Rahmat. Bolalaringiz rohatini ko'ring, yaxshilikka bo'lsin. Sizni ishlaringizga omad, sog' bo'ling. Rahmat.